Yer, suv va quyosh nuri dehqonchilikning asosi bo'lgan tabiiy omillar. Urug' yerga tushgach hayot boshlanadi. Suv uni jonlantiradi, quyosh esa hosil pishib yetilishi uchun zarur quvvat beradi. Asrlar davomida mana shu uchlik dehqon mehnatining tayanchi bo'lib kelgan. Ammo bugungi kunda faqat shu uch unsur asosida dehqonchilik qilib, yuqori hosil va barqaror daromadga erishish tobora qiyinlashmoqda. Fermer xo'jaligimiz 2003-yilda tashkil topgan 10 gektar bilan ish boshlaganmiz. Oldinlari shu paxta g'alladi. Ekishda, boshqada qiyinchiliklar bo'ladi. Texnikamiz yo'q. Suvdan muammo ko'p bo'ladi shu vaqtdan. Elektrdan muammo ko'p bo'lar edi. Dehqonchilik bu bize ata kasbi. Babamız ham dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Undan keyin dedemiz ham shu dehqonchilik, keyingi avlodlardan biz ham shu dehqonchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Shu kasbga bolalikdan mehr qo'yganmiz. Fermer xo'jalik faoliyatini boshlagan davrlarimizda hech qanday bir moddiy texnika bazasini ham ega emas edik. Bizni qiynaydigan eng qiyin tomoni yerda tekislik yo'q edi. Yerda tekislik bo'lmagandan keyin hosildorlik ham past bo'ladi edi. Bir odamni o'rnina 10 odam ishlasam, yerda sifatli darajada suv qo'yib bilmaydi edik, chunki yerda tekislik yo'q. Oldin ham shu kolxozda ishladik, ota-bobolarimiz ham shu kolxozda ishlagan, o'zlarimiz ham shu dehqonchilikqa qiziqardik yoshlikdan, dalada chopiq qilganmiz, paxta terganmiz yoshlikdan. 2004-yil yanvar oyida 10 gektar maydonda fermer xo'jalik qilib tashkil qildik. Fermer bo'lgandan keyin, mulk egasi bo'lgandan keyin qiziqish yana ortib ketdi. Oilamiz, o'zim 5 kishi ishlardi 10 gektar yerda. 10 soat, 12 soat, mavsum vaqtlarida 14-15 soatgacha ishlardik. Kechalari ham uxlamay yurgan vaqtlarimiz bo'lgan. Endi baribir shu paytda 10 gektar yerda olgandan keyin shu 10 gektarning o'zida qo'rqib qolganmiz-da. Hosil bo'lmay, suv kam bo'lgan yillari ham shu kelasi yaxshi bo'lib ketar degan umid bilan shu qildik mehnatni. Qishloq xo'jaligiga kirib kelganim o'zi bobom fermer bo'lganlar. Qiziqib shu maktabdan keyin kelib dalada yurardik. Keyin shu 2018-yilda fermerlik yerini yurg'izib boshladim. Dehqonchilikni o'sha boshida boshlaganimizda sug'orishda muammolar bo'lgan. Eng yomon esimda qolgani shu bug'doy sug'orish bo'lgan. Bug'doyni shu kechalari o'sha fanar bilan sug'orardik. Suv bosib ketsa ham bo'lmaydi, o'sha 10 sotiqdan bir-biriga o'tkazmasdan sug'orish kerak bo'lardi. Global iqlim o'zgarishi, yerlarning notekisligi, suv resurslarining kamayishi va aholi sonining ortib borishi fermerlikda yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Endilikda yer, suv va quyosh nuri bilan o'z-o'zidan yuqori hosil olish tobora mushkul bo'lmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda hosildorlikni ko'paytirish, xarajatlarni kamaytirish va vaqtni tejash uchun qishloq xo'jaligida zamonaviy texnika va texnologiyalar dan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Endi hozirgi kunga kelib dehqonchilik madaniyatimiz ham o'zina yarasha rivojlandi. 106 gektar maydonda dehqonchilik qilamiz. Barcha kerakli bo'lgan texnikalar, lazer tekislagichlar, kombaynlarimiz hammasi hozir Xudoga shukr o'rnida. Bug'doydan 80-100 sentner, paxtadan 60-65 sentnerdan olib turibmiz. Oldinlari paxtani 25 sentnerdan oshira olmaydik. G'allam shu gap edi. Hozirgi kunda endi har xil yangi texnika, texnologiyalar kirib keldi. Shulardan unumli foydalanib, paxta bo'lsin, g'alla bo'lsin, bog'dorchilik bo'lsin, boshqa ishlarimiz hamma narsada yangi texnologiyalar kirib keldi. 2006-yilda 20 gektardan boshlaganmiz. Hozirgi davrga kelib endi yer maydonimiz 98 gektarga chiqdi. 98 gektardan doimiy ravishda 18-20 kishi doimiy yil davomida ishlaydi. U davrlarga qaraganda shu keyingi bir 19-20 yillar davomida juda katta bir o'zgarishlar bo'ldi agrar sohada. Haligi aytib o'tganimizdek, mehnat resurslarining tejamkorligine erishdik. Şunun bilan bir qatorda yerdan yuqori unumli foydalanishga erishdik. Bugungi kunga kelib hozir yerlarda yil-yildan deyarli kun-kundan desak ham unumdorlik darajasini oshirishga erishdik. Dast avvalida boshlaganimizda
40 sentiner buğday degeni bizim için bir muvaffakiyetli hesaplanardı. Bugünkü hep 80, 90, 100 sentenerge kadar buğdaydan, paktadan 25 sentiner, 30 sentenerden hasıl aladıydık. Başta deslepki yıllar, şu 2006 yıllardan şuna kıydı. Hazır bugünkü gelip 50-60 sentiner fermerler hep köpek var. 2008 yıl 27 gektar bulduk. 2014 yıldan kengayip 100 gektar yer buldu. Hazır 100 gektar yerde 36 daimi işçimiz var. Yangi texnikalarımız var, zamonaviy. Hamma narsa texnika bilan qilinib turibdi. Endi shu qishloq xo'jaligida asosiy texnika bo'lsa ish yengil bo'lib boraveradi. Endi hozir hamma narsa zamonaviy texnika bo'ldi. Mana 2022 yil ham 20 gektar paxta dalarini tamchilatish qildik. Shu yili 50 sentinerdan paxta oldik. Oldingi yillari 40 sentiner deganning o'zi orzu edi. Bir yilning o'zida qilgan xarajatni qoplab ketdi olgan nimamizni. Keyin ishlatilaveradi, 5 yilgacha ishlatish mumkin uni. Keyin 2023 yil oktyabrda budayni yomg'irlatish qildik. U ham ko'p samara berdi. Budaydan 70 sentiner aldık şu yılı. Ondan oldingi yillari şu 50 sentiner, 55 sentiner olib yurgan dalamizdan 70 sentirden aldık. Mana bu yil hozir paxtani tamchilatib qildik, 10 gektarni plyonka ostidan ekdik-da. Tamchilab sug'orish ham plyonka egildi birga. Begona o'tga qarshi egish vaqtida stom sepdik. Yagani ham qilinmadi, o'taga ham qilinmadi, chapaga ham qilinmadi, ichine texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi. Ana hosili zo'r, hozir shundan Xudo xolasa bir 70 sentiner paxta kutib turibmiz. Beradi degan niyatimiz bor. Agrobank tomonidan tashkil etilgan suvchilar maktabi tashkil qilinib, shunda bo'sh vaqtimiz qish oylarida bo'ldi-da u. Ishchilarimiz ham olib borib o'qitdik. Ular ham shu yangi texnologiyalarni ko'rdi, tamchilab sug'orishdi, qanday ishlatish kerak, qanday foydalanish kerak. Ulardan shu o'qish davomida o'rgandilar. Tamchilatish texnologiyalarini yana qurib qo'yibmiz. Afzalliklarini aytadigan bo'lsangiz, endi tamchilatish texnologiyasini qurmasdan oldin kultivatorlarda paxta g'allaga 10-12 kilo, ya'ni gektarni 1 tonna 300 kilo mineral o'g'it yetaradi. Shuni majbur edik berishga kultivatsiyada. Tamchilatish sug'orish tizimida beradigan bo'lsak 5 kilo, 6 kilodan oshmaydi. To'g'ridan to'g'ri tamchilatish tizimining o'zini tizimni ichine salib, yuvarib, ichiga solib ishlatyapmiz. U yine mineral o'g'itdan ham iqtisod qilib turibmiz, suvdan ham iqtisod qilib turibmiz, texnika xarajatlarini iqtisod qilib turibmiz, qiladigan xarajatlarimizni. Endi keyingi davrlarda ichimlik suvi, shuning bilan akava suvlar tanqislashib borayotir. Shuni bartaraf qilish uchun plyonka ostiga paxta ekib, tamchilatib sug'orish ishlarini yo'lga qo'ydik. Tamchilatib sug'orishning afzalliklari birinchidan suv tanqischiligi bartaraf qilinadi. Deyarli 40%, 50%dan ziyodroq suv tejamkorligine erishiladi. Masalan, bu yil suv bormayotgan joylardan ham to'la foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bugungi kunda zamonaviy fermer faqat yerga emas, texnologiyaga ham tayanib ishlaydi. Dalani sug'orishdan tortib, hosilni yig'ishtirib olgungacha bo'lgan jarayonlarda energiya tejamkor uskunalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari keng joriy qilinmoqda. Ayniqsa quyosh panellari orqali energiyani mustaqil ishlab chiqarish fermer xo'jaliklarining barqaror ishlashida muhim o'rin egallamoqda. Endilikda fermerlar quyosh nuridan faqat hosil yetishtirishda emas, balki elektr energiyasi ishlab chiqarishda ham faol foydalanmoqda. Davlat siyosatida ham qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilmoqda. Fermer xo'jaliklarida quyosh panellari o'rnatilishi uchun qulay shart-sharoit va rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy qilinmoqda. Maqsad energiya taqchilligini kamaytirish, xarajatlarni qisqartirish va ishlab chiqarishni barqarorlashtirishdan iborat. O'tgan yil 23-yilning oxiri, 24-yilning boshida fermer xo'jaligimizni elektr energiyadan qiyinchiliklar bo'ldi. O'zingiz bilasiz, yana elektr energiyalarning qimmatlagani, o'z vaqtida mablag' to'lab bilmasdan qiynalganimiz sababli o'tgan yil shu ishchi xizmatchilarimiz bilan birgalikda shu fotoelektrostansiya qurishni maqsad qildik. Bunga sabab bo'lganning bir qiziq tomoni bor. Endi bizning 120 gektar yerimizda 9 nasosimiz bor. Şu 9 ta nasosga yilini 120-130 milyon, hali bu elektr energiyani qimmatlamagan vaqtında
120-130 milyon pul to'ladik. Endi buni to'lash bizga sal qiyinchilik tug'dirdi. Sababi hamma paxta-g'alla fermer xo'jaligida shotunda pul bo'lmaydi, boshqa shunday qiyinchiliklar bo'ldi. Keyin shu fotoelektrostansiyani qurishga bel bog'lab odamlarimiz bilan yuqorida aytib o'tganimdek fevral oyida boshladik, mart oyining oxirida ishga tushirdik. Avval o'zim ham qo'rqdim. Ishlaymi, ishlamaymi? Endi bu narsa bizga yangi, lekin shu bir oy davomida qilgan mehnatlarimiz o'zini mevasini berdi. İşledi, nasoslarni ishlatdik. Fermer xo'jaligimizni hamma nasosları elektr energiyani kam talab qiladigan nasoslarni qo'ydik. Xudoga shukr 24-yil hisobına elektr tarmoqidan tok almadık hisob. Shu quyosh panelini bergan elektr energiyasini olib shu dehqonchiligimizni shu bilan sug'ordik. Nasosni haydamagan vaqtimizda ortgan tokni davlatga shartnoma asosida sotib o'zimizga yana daromad ham bo'ldi. Shu 24-yilning fevral oyidan ta dekabr oyining oxirigacha bizga где-то bir 60-70 milyon so'm bizga pul tushdi. O'tgan yili elektr energiyaning o'zine 80 milyon pul to'ladik. Ikkita joyda elektr nasosimiz bor. Shunga 80 milyon pul ishladi o'tgan yili. Oyoq suv ichadigan yerimiz yo'q, nasos orqali ishlatdi. Biz şuna bir nasosumuzun yanıga 50 kilovatlı quyosh paneli o'rnatdik. Hozir shu bilan ishlab turibdi. Kelasi yil yana narigi nasosimizni yana o'rnatamiz. Unga 60 kilovat qo'yish niyatimiz bor endi. Hisob kitobingiz bo'yicha shu quyosh panellariga kiritayotgan investitsiyangiz qancha vaqtda o'zini oqlaydi? Taxminan shu 2 yil oshib borsa, 2,5 yil shu o'rtalikda qaplab ketsa kerak. O'zi qilingan xarajat. Keyingi yillari tekin bo'lib ketadi elektr energiya. Bir narsani fikrlidan bo'lsak, bundan bir çarakasını 20-25 yıllar aldım. Elektr energiya bo'lgan talab bugungi kunni darajasida emasdi. Chunki eng katta boyligimiz aholini o'sib borishi. Şunun natijasida elektr energiyadan foydalanish yuqori bo'lib ketdi. O'zimiz oilamiz misolida olib qaraydigan bo'lsak, bir 25 yillar burun Ariston degan narsalar yo'q edi har bir oilada. Keyinchalik elektromobil degan narsalar umuman tasavvur ham qilmasdik buni. Bugungi kunga kelib shu elektr energiyadan foydalanish juda bir yuqori darajaga borib yetdi. Natijasida keyingi davrlarda elektr energiya yetishmay qolib ограничение bo'lish arafasına yetib borildi. Mana quyosh paneli degan narsa chiqdi keyingi yillarda. Bizda bir yangilikka bir xalqqa yetkazish uchun oldinlari sal qiyinroq bo'ladi. Başta özümüz hem toğrısı sel yakmay turdu bu narsa. Biz hem şundan aldım bir 10 kilowatt koyup göreldik, ailege koyduk. Ailemiz kette, Xudoga şükür. Bundan hem kette versin. Şundan yaz ayı özümüze yetip tarmakkam satıladı. Lekin kış ayı quyosh sel kemrak bo'lgan hollarda kış ayı kemrak yetmay qoladi. Tarmaktan satıp alamız az miktarda. Ailemize 10 kilowatt koyup işletip görgenden keyin bunu reja kıldık. Fermer xo'jaligina kattaroq miqdorda qo'yishdi. Bu qo'yishimiz uchun kattaroq miqdorda albatta mablag' kattaroq talab qilinadi ekan. Shuni Agrobank mablag' hisobina qo'ydik, yine 60 kilowatt. Samarasi yaxshi. Yine aldıları elektr energiya her ayına vegetatsiya davrlarında bir 20 milyon, 25 milyonlab to'laganda vaqtlarimizdan bo'ladi oyina. Endi yil davomida hisoblaydigan bo'lsak 150 millionga boradi dedi bir yilligimiz. Elektr to'laydigan pulimiz. Shu pulimiz hozir o'zimiz ham mana bir marta qo'ydik. Endi bizga shu 150 milyon pul o'zimizni fermer xo'jaligimizni boshqa maqsadlarda foydalanishimizga imkon berdi. Quyosh panel sotish uchun bir uyimizga 20 kilovat qo'ydim. Qarasam yaxshi sotyapti-da. U o'zini tez oqlaydigan narsa. Qarasam 2 yilda o'zini oqlashini hisob-kitob qildim. Keyin o'sha 20 ni 50 kilovat qildik. 50 kilovatda keyin zo'r effekt berdi-da. Aprel oyida 7,5 million iqtisod qildi. O'zimizni ishlatganimizdan tashqari 7,5 million qaytarib berdi. May oyida 9,5 million bo'ldi o'sha uyda samarani sezishni boshlaganimdan keyin dalaga ham, suv nasoslarimizga ham qo'yish kerak degan qarorga keldim. Agrobankdan mablag' olib, shundan keyin ikkita nasosimiz bor. Har biriga 50 kilovatdan 100 kilovat quyosh paneli qo'yganmiz. Kuniga
350-400 kilovatdan hozir bizaga iqtisod qilib beryapti. Sug'orish mavsumida 10-12 million oyiga rasxod bo'lardi har nasosga. 15 million ham bo'lgan vaqtlari bo'lgan. Endi ko'p suv ochilganda. Hozir endi bu yog'iga Xudo xolasa o'ziniki o'ziga yetsa kerak deb turibmiz hisob-kitob bo'yicha.